Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Bugun Angliya Premyer Ligasining 37-turida Manchester City o'z maydonida Bournemouthni qabul qiladi. SofaScore portali Toshkent vaqti bilan tungi 12:00 da start oladigan o'yinni taxminiy tarkiblarini e'lon qildi. Manchester City tarkibi bilan tanishing. Ederson, O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes, Gundogan, Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva, Marmush va Haaland. Husanovning City'dagi faoliyati tugagan bo'lishi mumkin. Manchester City markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning Angliya klubidagi faoliyati bosh murabbiy Josep Guardiola bilan tushunmovchilik tufayli tugagani aytilmoqda. Bu haqda X ijtimoiy tarmog'idagi Real Talk Manchester City akkaunti xabar berdi. Husanov mashg'ulotdan so'ng Pep Guardiola bilan janjallashib qolgan. Katta manbalarga ko'ra Husanovning City'dagi kelajagi muhokama qilinmoqda. Mart oyi oxiridagi mashg'ulotdan so'ng Pep Husanovni quchoqlab, uning mashg'ulotlardagi va o'yinlardagi harakatlarini yuqori baholaganda. Biroq bu qo'llab-quvvatlovlar shunchaki futbolchining ko'nglini ko'tarishdan iborat bo'lgan. Pep Guardiola mashg'ulotlar paytida Husanovni o'zini masxara qilyapti degan gumonga borgan. Ruben Dias vaziyatga aralashib, asl holatni Pepga tushuntirishga urindi. Chunki Husanov ingliz tilida gapirishda qiynaladi, ammo Pep xafa bo'lgan. Husanov endi City'da zaxirada mixlanadi. Uning City'dagi faoliyati hali boshlanmay turib tugadi deyiladi manbada. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.